Tushingizda o'zingizni kelin bo'lganingizni ko'rsangiz, hayotingizda yangi bosqich, o'zgarish yoki muhim qarorlar yaqinlashayotganini anglatishi mumkin. Tushda oq kelinlik kiyib xursand bo'lib yurgan bo'lsangiz, yaxshi xabar, quvonchli voqea yoki niyatlaringiz amalga oshishiga ishora sifatida talqin qilinadi. Kelin bo'lib yig'lasangiz, ichingizdagi tashvish yoki bosimni bildirishi mumkin. Sokin yig'i esa ayrim talqinlarda yengillik bilan bog'lanadi. Tushda kelin bo'lib kuyovni ko'rmasangiz, rejalaringizdan birida noaniqlik yoki kutish davri borligini anglatishi mumkin. Kelinlik ko'ylagi chiroyli va toza bo'lsa, yaxshi o'zgarishlar va yangi imkoniyatlar ramzi sifatida talqin qilinadi. Kelinlik kiyimi yoqmasa yoki noqulay bo'lsa, tanlovingiz yoki hayotingizdagi biror vaziyatdan ko'nglingiz to'lmayotganini anglatishi mumkin.